Motivatsiyani kutishni bas qiling. Chunki sizni katta daromadga olib boradigan narsa motivatsiya emas, intizom. Motivatsiya bu faqat qisqa muddatli hissiyot. U paydo bo'ladi va yo'qoladi. Lekin intizom sizni kayfiyatingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, xohishingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham sizni davom ettirishga majbur qiladi. Aynan intizom tufayli siz xohlaganingizni emas, balki kerak bo'lgan ishni qilasiz va hayotingizni aynan shu qarorlar o'zgartiradi. Katta daromadni iste'dod ham emas, omad ham emas. Har kuni takrorlanadigan kerakli odatlar va intizom olib keladi. Hozir esa o'zingizdan so'rang. Bugun siz xohlagan ishingizni qildingizmi yoki sizni maqsadingizga yaqinlashtiradigan ishnimi? Va albatta siz ham moliyaviy tafakkuringizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, mani sahifamga obuna bo'ling.